Chips siz o'ylagandan ham zararli. Chips sevib iste'mol qilasizmi? U holda bu ma'lumotlarni bilishingiz shart. Har qanday chips tarkibida akrilamid moddasi bor. Bu modda yuqori haroratda qovurilgan uglevodli mahsulotlarda hosil bo'ladi va olimlar tomonidan kanserogen, rak chaqiruvchi modda sifatida tasdiqlangan. Ayniqsa, oshqozon, jigar va ichak saratoni xavfini oshiradi. Chipslar tarkibida trans yog'lar va ortiqcha tuz ko'p bo'lib, qon bosimini oshiradi, qon tomirlarini toraytiradi va yurak xastaliklariga olib keladi. Amerikada o'tkazilgan tadqiqotlarda muntazam chips iste'mol qilgan odamlarning yurak kasalliklariga chalinish ehtimoli 60% ga oshishi aniqlandi. Chipsdagi zararli yog'lar va kimyoviy qo'shimchalar miya hujayralariga zarar yetkazishi ilmiy jihatdan isbotlangan. Muntazam chips yegan odamlarda xotira suslashishi, diqqat va fikrlash qobiliyati pasayishi kuzatiladi. Chipslardagi kimyoviy moddalar organizmdagi gormonal tizimga ta'sir qilib, erkaklarda testosteron kamayishiga, ayollarda esa gormonal buzilishlar va teri muammolariga sabab bo'lishi mumkin. Chips o'rniga yong'oq, meva, sabzavot yoki quritilgan mevalar iste'mol qiling. Sog'lig'ingizni saqlash o'z qo'lingizda. Ushbu postni do'stlaringiz bilan bo'lishing. Ularning ham sog'lig'ini asrang. Salomatlik va strategik rivojlanish instituti ijtimoiy tarmoqlariga obuna bo'ling.